Assalomu alaykum. Toshloq tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati o'z faoliyatini federatsiya ustavi, yuqori turuvchi tashkilotlarning topshiriqlari hamda tuman jamiyatining 2025-yil asosiy faoliyat yo'nalishlari rejasi, shuningdek hamkor tashkilotlar bilan birgalikda imzolangan memorandumlar, dasturlar va chora-tadbirlar rejalari asosida amalga oshirib kelmoqda. Faoliyatimizni samarali amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi, jamoatchilik nazorati to'g'risidagi, ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi va sohaga oid boshqa qonunlar hamda qonun osti hujjatlari dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-maydagi mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni faoliyatimizni yanada samarali olib borishimizda bizga katta kuch va ko'mak bo'lmoqda. Adliya organlaridagi hisob ro'yxatidan davlat ro'yxatiga o'tdik. Bu bilan ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunchilik asosida grantlar, ijtimoiy buyurtmalar va subsidiyalar olish uchun yangi imkoniyatlar vujudga keldi. Bu esa kelgusida aholi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish, ichki bozorda sotilayotgan iste'mol tovarlari sifati va xavfsizligini amaldagi qonunchilik normalariga mosligi yuzasidan o'tkazilayotgan jamoatchilik nazorati tadbirlarimizda moliyaviy ko'mak rolini o'ynashi shubhasiz. Asosiy faoliyat yo'nalishlarimizdan biri iste'molchilarning huquqiy bilim va iste'mol madaniyatlarini oshirish ekan, birinchi navbatda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun mazmun mohiyati, shuningdek sohaga oid qonunchilik asoslarini aholining keng qatlamlari ongi shuuriga yetkazishdan iboratdir. Ushbu maqsadlarda o'tgan 2024-yil va joriy yilning o'tgan 4 oy mobaynida tuman jamiyati tomonidan 56 ta og'zaki targ'ibot shaklidagi va 118 ta yozma targ'ibot shaklidagi tadbirlarni tashkilladik. Bu esa aholining keng qatlamlariga iste'mol sohasiga oid huquqlari buzilganda o'z huquqlarini mustaqil davlat va sud idoralari yordamida, shuningdek iste'molchilarning jamoat birlashmalari ko'magida himoya qilinishi haqida zaruriy bilim va ko'nikmalarini shakllanishiga xizmat qilmoqda. Faoliyatimiz davomida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunchilik ijrosini ta'minlanishida aholi iste'molchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilinishi yo'lida mamlakatimizning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuni bilan ham yaqindan ishlashimizni taqozo qiladi. O'tgan 2024-yil va joriy yilning o'tgan 4 oyi davomida jamiyatimizga iste'molchilar tomonidan 62 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shulardan 14 tasi federatsiya ishonch telefoni va Telegram boti orqali, 6 tasi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar orqali kelib tushgan bo'lsa, 42 ta murojaat tuman jamiyatimizga yozma va og'zaki tarzda to'g'ridan-to'g'ri kelib tushgan murojaatlardan iborat bo'lgan. Murojaatlarni o'rganib chiqilishi natijalari bilan iste'molchilar foydasiga 125,454,453 so'm, shundan joriy yilning o'zida 51,770,000 so'm mablag'lar hal etib berildi. Bundan tashqari sudga bitta da'vo arizasi kiritilib, iste'molchining buzilgan huquqlarini tiklanishiga va unga yetkazilgan 3,100,000 so'm moddiy va ma'naviy zararni qoplab berilishiga ham erishildi. Shu o'rinda sudlarga kiritilgan da'vo arizalari sonining kamligiga izoh berib ketsam, tuman jamiyat tomonidan o'rganilayotgan har bir murojaat yuzasidan tegishli subyektga kiritilayotgan da'vo talabnomasi shaklidagi so'rov xatlariga masala qonuniy hal etilmagan taqdirda tuman jamiyati tomonidan sudga da'vo arizasi kiritilishi bo'yicha eslatmalar berib boriladi. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tuman jamiyat tomonidan kiritilgan so'rovlarga qoniqarli javoblar olinganligi hamda iste'molchi muammosi bartaraf etilgan. Shu sababli ham ishni ko'rish sudgacha yetib bormagan. Kelib tushgan murojaatlarning tarkibiga qaralsa, ularning 48 tasi og'zaki, 12 tasi yozma, 2 tasi esa elektron shaklda kelib tushganligi, sohalar kesimida ko'rilganda eng ko'pi, ya'ni 48,4% savdo sohasiga to'g'ri kelganligi, 25,8% esa elektr va gaz ta'minoti masalalariga, 16% xizmat ko'rsatish va servis sohasiga, 9,6% esa suv ta'minoti hamda chiqindilarni olib ketish xizmatlari sohasiga to'g'ri kelganligi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagilarga yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, tuman jamiyati qoshida tashkil etilgan iste'molchi bilan muloqot huquqiy maslahatxonalari orqali ham aholi vakillarimizga bepul huquqiy maslahat va yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Jumladan, o'tgan davrda ushbu maslahatxona orqali 39 nafar fuqarolarga savdo, elektr, gaz, suv ta'minoti, transport, aloqa, internet, kommunal xo'jalik va boshqa sohalar yuzasidan huquqiy maslahat va amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Shuning bilan birgalikda tuman jamiyat tomonidan federatsiya
federatsiya hamda hududiy birlashma topshiriqlari asosida ichki bozorda sotilayotgan iste'mol tovar, ish xizmatlari sifati va xavfsizligini amaldagi qonunchilik talablariga mos kelish yuzasidan 2024-yilda 19 ta, joriy yilning o'tgan davrida esa 8 ta jamoatchilik nazorati tartibidagi kuzatuv o'rganuvlar ham o'tkazilib, o'rganish yakunlari bo'yicha yuqori turuvchi idoralarga tegishli ma'lumotlar kiritilgan. Tuman jamiyati mutaxassislari tomonidan hudud aholisining iste'molchilik sohasiga oid bilimlarini va iste'mol madaniyatini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, qonunchilik ijrosi ustidan jamoatchilik nazorati tadbirlarini olib borish ishlari tizimli asosda davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.